Assalomu alaykum. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Jizzax viloyati Zomin tumani Navoiy MF hududidagi 72-konturda amalga oshirilmoqda. Yer maydoni jami 10 gektar bo'lib, uzunligi 1600 metrni, eni 650 metrni tashkil qiladi. Ushbu yer maydoniga bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida tarvuz ekini ekilgan. Hozirgi kunda ekinlar unib chiqqan. Yerga ishlov berish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu yer maydoni jami dan iborat bo'lib 10 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Ya'ni har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor sifatida Beshag'ar yoshlik kooperativi ishlab chiqarish kooperativi ushbu loyihaga biriktirilgan. Har bir gektar yer maydonidan kelajakda 35 tonnadan, jami 10 gektar yer maydonidan o'rtacha 350 tonna hosil olinishi rejalashtirilgan va shu orqali yer egalarining daromadini oshirish rejalashtirilgan.